mani nima deydi, ko'kka ko'taradigan, tiriklang go'rga tiqadigan mana shu oilamni ayollar. Mana san, mana qizim, mana tushunyapsanmi? Hozir mana kelyapman ishdan. Ikkita maktab o'quvchisi besetkada o'tirib og'iz burun o'pishyapti. Shunaqa azartda yonidan o'tib ketyapman bilmayapti. Tushunyapsanmi? Shu pokoleniya shunaqa bo'lib tursa, men bilan pokoleniyasi nima bo'ladi? Joningga yuradi, tushundingmi? Qizimiz katta bo'lib qoldi, o'zi pastga tushib o'ynab kelsin. Katta bo'lib qoldi, maktabga borib kelsin. Bunaqa narsa men eshitmayman. Maktabni tugatib, o'zini egasiga topshirmagungacha yonidasan, tushundingmi? Agar sizlarning orqangizdan men ortiqcha nimadir eshitadigan bo'lsam, mana eshik, mana shu eshikdan mayib chiqazib yuboraman.